Kadiz qaynonam bilan kompaniyamizning boshlig'iga shirinlik sovg'a qilaman deb zakaz qilgan edim. Chokoberi Koreyadan ikkita bir xil shunaqa ajoyib shokoladning klubnika zakaz qildim. Bittasi qaynonamga, bittasi kompaniyamizning boshlig'iga edi. Bu ajoyib buketni esa qo'shimcha sovg'a sifatida qo'shib yuboribdilar. Kadiz qaynonam sen bemalol tayyorgarligingni ko'rib ishingga ketaver deb o'zlari o'g'limga kechki ovqatlarigacha yedirib qo'yaptilar. Chunki bugun kosmetika kompaniyamga borib, kechki jonli efirda kosmetikalarni skidka narxda sotishim kerak edi. Kompaniyamizning boshlig'iga shunaqa mazali shokoladli klubnikalardan ham oldim. Kadiz qaynonamga olib berganimni esa ishxonada xodimlar bilan birga bo'lishib yeb ketdi. Boshlig'imizga bitta shuni berish sal g'alatiroq bo'larmikin deb o'ylaganim uchun kichkinagina medalik tortini ham oldim. Bu bananlarni esa qaynonam seni qorning ochib qolmasin deb o'zlari menga solib berdilar. Mana buketni chiroyliligini qaranglar, men anchadan beri bunaqa buketni ushlab ko'rmagan edim. Uydan chiqib ketayotganimda 2 yoshli o'g'lim, Kadiz ukam va qaynonamgacha meni chiroyli qilib kuzatib yorishdi. Koreyada soat juda ham kech bo'lib ketganligi uchun metro bilan avtobusga chiqmasdan taksi tutib ishxonamga yetib oldim. O'lgan ustiga tepgan qilib taksichi amaki ham ishxonamdan 10 minutlik uzoqlik joyda to'xtatib qo'ydilar. Kompaniyaga kirishimgayoq boshlig'imiz kutib turgan ekan, men olib kelgan ajoyib shirinliklarni birgalikda bo'lishib yedik. Boshlig'imizga bu shirinlik juda ham yoqdi, hattoki buni kim tayyorladi deb telefon raqamlarigacha mendan oldilar. Men shirinlik yegunimcha stolni chiroyli qilib kosmetikalar qo'yib tayyorlab qo'yishibdi. Buning uchun Farangizga katta rahmat. Shu bilan efirni boshladik.